yigitlarimiz, erkaklarimiz Instagramda, YouTube'da chiroyli sarvqomatlarni ko'radi, Ayoliga qarasa, ayoli unaqa emas. Lekin siz bitta narsani bilib qo'ying. Siz o'sha Instagramda tomosha qilib o'tirgan sarvqomatlarga ham sarvqomatlar kerak. Siz o'sha ayolingizdan noligan paytingizda o'zingiz ham bitta oynaga qarab qo'ying. O'zingiz ham joy obod bo'lganingiz yo'q. Bu yoqqa, u yoq nariyoqqa chiqib yotibdi. Yerga qaramay yotarganingizga ancha bo'lgan. Qachon oxirgi marta yerga qarab yotganingizni eslaysiz? Yerga qarab yotsangiz hayonchalik bo'lib qolasiz. Lekin ayolingiz sizga turmush o'rtoq bo'lib kelgan paytda, u kelinlik paytini eslang, qanaqa chiroyli edi. Qanaqa sarvqomat edi. Siz ko'rayotgan o'sha sarvqomatlardan ham sarvqomat edi. Siz o'sha internetda tomosha qilib o'tirgan go'zallardan ham go'zal edi. Sizni bolalaringizni tug'aman deb, sizni zurriyotlaringizni dunyoga keltiraman deb, to'lg'oq azobiga chidab, tishini tishiga qo'ygan paytda tishlari sinib tushdi. Kechalari yarim tunda uyg'onib, bolangizga alla aytganda ko'zlari qizarib, bedorlikdan, uyqusizlikdan ko'zlarining nurini yo'qotdi. Ko'zlari xiralashdi. Qoshidan qosh berdi, ko'zidan ko'z berdi, yuzidan nur berdi. Yuzlariga ajin tushdi. Siz ayolingizni qanchalik go'zal ekanligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, farzandlaringizga qarang. Ayolingiz